ichgan choyingning ichida pashsha bor edi. Meni ismim Liya. Oy, bir qarashda men odatiy quvnoq qizga o'xshayman. Xuddi odatiy qizlar kabi. Birozgina hasadkash va birozgina qo'polroq ham. Yo'q, unga tegma. Men tug'ilganimda menda g'ayrioddiy qobiliyat bor edi. Meni buvim bo'lsa menga sehrli bitklarni boshqarishni o'rgatdi. Aniqrog'i o'rganishga harakat qilyapman. Bu bo'lsa meni akam, uni ismi Quvonch. To'g'risini aytsam, ismi jismiga mos kelmaydi. Uni qobiliyati bo'lsa aql bovar qilmas darajada ajoyib. Ammo u mendan noligan. Ilohlar, menga singlim bilan bo'ladigan kulfatlarga chidashimga yordam bering. O'zingiz sezganingizdek, u mendan farqli ravishda ancha jiddiyroq. Bilasanmi, men bundan hatto hayratlanmadim ham. Ay, qayoqqa ketyapsan? Ajoyib sarguzashtlar. Men sayohatimiz davomida unga judayam muhim missiyani bajarishida yordam beryapman. Iltimos, uni o'zimizda qoldiraylik. Yo'q. Mayli. Vazifa esa sehrli xarita ichidan qochib ketgan va yo'lida uchragan har qanday narsani yakson qilishga tayyor afsonaviy jonivorlarni qo'lga olishdan iborat. Eslab qoling bolalar, ovqatning ustida gaplashib bo'lmaydi. Va biz buni albatta uddalaymiz. Axir biz nafaqat oila, balki super jamoa hammiz. Sarguzashtlar va sehrli voqealarga boy bo'lgan filmni faqatgina bizda sifatli dublajda tomosha qiling. Leya va sehrli xarita. Yaxshisi bunda tadbir. Bu men eng yoqtiradiganim. Qalay, unchalik ham achchiq emasmi? Yoqdimi yoki yo'q? Aka, nega jimsan? Biror nima desang-chi?